Menga ko'proq qiyin bo'lgani dars emas, asosan ishdan keyin Puroqqaladan 75 kilometrdan kelib ketish men uchun ko'proq qiyin bo'lgan. Kechki 12 gacha yetib borganmiz vaqtda. Sohani o'rganganimdan keyin asosan o'zimning hayotimda kirim va chiqimlarimni nazorat qilish va ularni boshqarish ilmini ham o'rgandim deb bilaman. Yurtda ishlaganda bilasiz, yuridik shaxs bu ham shaxs hisoblanadi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Ismim Diyorbek Erkinboyev, 23 yoshdaman. Hozirda Samarqand davlat iqtisodiyot va servis institutida 3-bosqich talabasi hisoblanaman. Buxgalteriya sohasiga qiziqishim bundan 2 yil oldin boshlangan. Men yaqinlardan, do'stlardan buxgalteriya kurslariga tayyorlanish istagi menda paydo bo'lgandan keyin do'stlarimdan menga takliflar tushgan. Tanlovim albatta data bo'lgan. Kursga kelishdan oldin buxgalteriya haqida menda umuman tushuncha yo'q edi. Menda bu shu vaqtgacha buxgalter donishlarim ham bo'lmagan. Buxgalteriya haqida tasavvurga ham ega bo'lmaganman. Kursga keldim. Bu yerda bizning o'qituvchimiz buxgalteriya bo'yicha Faxriddin Rahimov o'qituvchidan ancha bilim va tajribalarni qo'lga kiritganmiz. Asosan kurs nazariy bo'lgandan sababli tushunganman, lekin amaliyotdan chalib qo'llanishini bilmaganman. Men hozirda Max Decor Aboy zavodining tarmoqlaridan bo'lmish savdo shoxobchalarining bittasida buxgalter lavozimida ish yuritaman. Buxgalteriyani endi boshlamoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun shuni tavsiya qilib qolamanki, albatta buxgalteriyada nazariy bilim juda katta muhim rol o'ynaydi. Nazariy bilim bilan birgalikda misol va masalalar ishlab tushunib olishni tavsiya qilaman va shu narsalar albatta amaliyotga o'tgan vaqtlari o'zlariga katta foyda beradi. Xulosa sifatida shuni aytib bilamanki, albatta o'rganilgan bilim va hunar yerda qolmaydi. Bu albatta sizning hayotingizda o'z hissasini ko'rsatib biladi.